Dasturimiz davom etadi. Yoshlarning innovatsion g'oya va tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash maqsadida Yoshlar ishlari agentligi, Yoshlar kelajagimiz jamg'armasi hamkorligida xorijiy ekspertlar ishtirokida biznes marafon tashkil etildi. Unda o'z loyihasi bilan ishtirok etgan yoshlarni faqat tajriba orttirdi, balki Amerika Qo'shma Shtatlarida malaka oshirish imkoniyatini ham qo'lga kiritishdi. Mamlakatimiz yoshlari uchun tadbirkorlik, innovatsiyalar va shaxsiy rivojlanish sohalarida ulkan imkoniyatlar yaratayotgan biznes marafonining bu galgi mavsumiga ham start berildi. 5 yildan buyon har yil o'tkazilishi an'anaga aylangan mazkur biznes marafonga nafaqat qiziquvchilarning soni, balki ekspertlarning ham darajasi ortib bormoqda. Misol uchun, xalqaro biznes marafonining bu galgi ekspertlari amerikalik tadbirkorlar, Yoshlar ishlari agentligi, O'zbekiston Yoshlar ittifoqi hamda Yoshlar kelajagimiz jamg'armasi hamkorligida tashkil etilgan mazkur marafonning maqsadi yoshlar va muvaffaqiyatli tadbirkorlar, soha mutaxassislari o'rtasida bilim hamda tajriba almashishdan iborat. Haqiqat muloqotda. Ya'ni yoshlarimizga bugungi kundagi zamonaviy bilim va ko'nikmalarni keltirishimiz mumkin. Barcha o'sha qiziqish kerak bo'lgan top bugungi kunda turadigan kitoblarning tarjimasini yetkazishimiz mumkin. Lekin muloqot qilib tushuntirib berish yoki ular bilan muloqot qilinishi ko'proq natija beradi deb o'ylayman. Chunki ular o'zlarining qiziqqan savollariga bevosita tajribali insonlardan savollariga javob olishadi. Yoshlarni innovatsion biznes g'oyalar yaratishga rag'batlantirish, xalqaro miqyosda fikrlay oladigan yosh liderlarni tarbiyalashda bu kabi biznes marafonlari muhim qadam deyishimiz mumkin. Bugungi marafonda ko'ryapman, yoshlarimiz, yigitlarimiz, qizlarimiz ko'zi yonib turibdi. Har doim endi bizani baribir farzandlar orzu qiladi, Amerikaga borsam, o'qisam, mana shu bir katta imkoniyatlarga eshigi ochilsa deydi va bu bizni xursand qiladigan narsa mana Yoshlar kelajagi jamg'armasi, Yoshlar agentligi bilan birgalikda bu marafonlar mana shunga o'xshagan keyingi eshiklarni ochishi mumkin. O'ziga yarasha bir qo'shma qanaqadir loyihalar, yangi grantlar ochilishiga sababchi bo'lishiga men shubha qilmayman. Biz biznes marafon ekspertlari bilan suhbatlashganimizda bu kabi marafonlarda avval tinglovchi bo'lib, keyinchalik mazkur tadbirning asosiy spikerlari qatoridan o'rin egallagan taniqli biznes egalarini uchratdik. Bundan ko'rinadiki, yoshlar tadbirkorligini rivojlantirishga qaratilgan bu kabi tadbirlar o'z natijasini bermoqda. Mirzolim Rustambekov, Abdulla Abdusamadov, Javohir Fayzullayev, Hudud informatsion tahliliy dasturi uchun.